Yangi umra mavsumi boshlandi. Ota-onamni umra safariga jo'natsam, issiqda qiynalishmaydimi deganlar. Assalomu alaykum. Aynan ushbu savollaringga hozir javob berib o'taman. Eng asosiysi afzalligi Ravza Sharifga hamda Haram Sharifga kirishlik oson, ziyoratchilar soni kam. Nima deydi? Ota-onalaring oson umra amallarini ado etishadi, ziyoratlari oson bo'ladi, lekin issiqligi ozgina issiq bo'lishi mumkin, lekin Saudiya Arabistoni aynan ushbu issiqda ham ziyoratchilar qiynalmasligi uchun sovutish tizimlariga ancha e'tibor bergan. Bundan ko'ngillaringni to'q qilsalaring bo'ladi. Biz ziyoratchilarimiz uchun Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada esa 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safo nomli gastnitsamiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati albatta firma hisobidan va ota-onalaring Ravza Sharifga bemalol tashrifni amalga oshirishadi. Alohida ishchi guruhimiz faoliyatda albatta buni ustida va 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib birga kelishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, uchish yostiqchalarini taqdim etishadi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bizda $995 dan 23 iyun sanasiga reysimiz bor Toshkentdan. Bundan tashqari 30-iyun, 7-iyul, 14-iyul, 21-iyul, 28-iyul sanalariga $1050 dan Xudo xolasa Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 iyul sanalariga $1050 dan Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Xudo xolasa Telegram orqali O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, ekrandagi raqamlarga Telegramdan pasportlarni tashab, onlayn joylarini bron qilsalaringdan bo'ladi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'izistondan bemalol aloqaga chiqib, biz bilan umra safarini amalga oshirsalaringdan bo'ladi. Hamkorlarimizga keladigan bo'lsa, hamkorlarimiz ham biz bilan aloqaga chiqib, bemalol joylarini bron qilib, hamkorlikda ishlasalaring bo'ladi. Narxlarni chiroyli qilib beramiz. Videomizga like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklar qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga aynan ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha.